Assalomu alaykum kanal kuzatuvchilari. Mana bugun biz navbatdagi traktorimizni Xorazm viloyati Urganch tumaniga jo'natyapmiz. Ravshan aka, tabriklaymiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, yaxshi kunlaringizga buyursin. Endi hozir sizni fermerlarimiz respublika bo'yicha kuzatib turibdi. Shunga o'zingizni tanishtirib, qanday olganingiz haqida ozgina aytib bersangiz. Men Xorazm viloyati Urganch tumani Chotko'l hududidan Quvondiq Ravshanbek fermer xo'jaligi rahbari bo'laman. Qolaversa sizlar bu kesmash servis xodimlariga bir kunda ishimiz bitdi. Pulini kecha to'laganmiz, bugun olib ketyapmiz mana. Nima deymiz? Yaxshi kunlaringizga buyursin. Yaxshi kunlaringizga buyursin. Bilasiz, Ravshan aka traktorimizni 1 yillik servis xizmati, servis materiallari tekin. 1000 motosoatgacha bo'lgan hamma rasxodlari kompaniyamiz tomonidan bo'ladi. Fermerlarimizga eslatib o'tamiz, traktorlarimizning soni cheklangan, tezroq harakat qilib olib ketib qoling. Xudo xolasa, shu hozirgi kunda yana bir marta aytamiz, traktorimiz narxi 1,970 million so'm. Shu narx ichida subsidiya indekslari kiritilgan. Traktorlarimiz soni cheklangan. Shoshilib qoling. Aka, yana bir marta. Temirbek, sog' bo'ling. Sog' bo'ling, yaxshi kunlarga. Rahmat. Sog' bo'ling.